Mendan ko'pchilik so'raydi, stabiga chiqishni o'rgating, stabiga chiqishni video qiling deb. Endi men sizlarga aytsam. Mana stabiga kecha chiqdim, 380 ulaganman. Endi chiqishdan oldin buni naklonini ko'rib turibsizlar. Bundan oldin mayli baylab olganman stabani. Bu yoqqa. Bunda katta edi, hozir yana ham qaytarganmiz bu stabani o'rniga. Endi bu yerdagi qimillaganda yurak tushishi, tepadagi 380 borligi, hayot uchun nima xavfli bo'ladigan bo'lsa, hammasi shu yerda borligi ko'rib, keyin bunaqa stabalar juda ko'p Andijonda. Chigal stabalar juda ko'p. Endi buni o'rganmoqchisiz, sizga yana bir boshqa narsa o'rgansangiz bo'ladi. Elektronikani, avtomatlashtirish, KIB sohalarini o'rgansangiz, yana ham yaxshi bilimingiz ham ziyoda bo'ladi, o'zingiz ham ishingiz yuqorilashadi. Endi bunaqa stabani o'rgansangiz, hamma joyda har xil staba sizga oson bo'ladimi, qiyin bo'ladimi, baribir chiqishingizga to'g'ri keladi buni. O'rganib olganingizdan keyin. Shuning uchun o'zingiz javob berib qo'yishingiz kerak. Bu sizga kerak.